Assalomu alaykum aka-ukalar, shved ishqibozlari. Bolasi buqacha so'raganlarga zudlik bilan bolasi buqa molimiz sotiladi. 3-bolasi, xudo xolasa. Bolasi chapki variantida. Yevichlari, yuvvoshliklari joyida akalar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'y mahallasida shu molimiz sotiladi akalar. Qancha sut beryapti? Shahzod? 12 ta 13 ta suti bor. 12 ta 13 ta suti bor ekan akalar. 10 taga yengil olaveringlar akalar. Xudo xolasa bexijolat. Hamma ko'p variantidan akalar. O yerda nima qilgan? O'ka baylab turib tishlarini, bo'ylarini o'lchab beramiz. Sog'inlarini ko'rsatib beramiz. Tishini ochsang. Chikara mana tishlari. 8 dona. 8 larni hali ras yetkazmoqman akalar. Metrimiz bor. Mana metr bor haqida. Bo'yi 1.25 shanor. Ko'zam metr o'tib ketyapti o'zi. Bor ekan metr? Necha ekan? 1.25. Tamam. Bolasini qo'yib turib bir qator yellarni sog'ib beraylik. Bolasi. Akalar mana sog'liqlari Allohga rahmat. Yuvoshlari ham o'ta yuvosh. To'rozini sovg'alariga ham kerak akalar. Pilla ekan akalar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'y mahallasida zudlik bilan sotiladi akalar. Xudo xolasa yengil 10 ta sutga.